Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Amansizlarmi? Sizlar menen Qizilqiya TV kanali. Bugungi kunda Qizilqiya shahri Sopxoz aylindamiz. Nasib bo'lsa sizlarga boqsa boğa turgan, so'yishga jaray turgan buqalarni hozirda obzorini chiqarib beramiz. Qizilqiya shahrida 9 bosh buqamiz hozirgi kunda sotuvga chiqdi. Nasib bo'lsa hozir orqa jaqadagi o'tib ko'rgazib beramiz. Monsaroydagi yaxshi kengiri buqalar turadi. Kelaverasizlar, mananday sonun bari Bishkekdan kelgan 4 oy bo'lib tur kelganini. Buqalarni kelib, ko'lib olsangizlar bo'ladi. Kuruka qanchadan deganlarga kuruka 180 ming so'mdan buqalarimiz sotuvga chiqdi. Nasib bo'lsa kelib tanlab qolasangizlar, optum desangizlar, optum olsangizlar bo'ladi. Hozir mana orqa jaqqa bir ko'raylik, o'tib ko'rgazib beramiz. Mana buqalarimiz ko'ringizlar. Bir chekadan ko'rib olingizlar, nasib bo'lsa kelib tag'i ko'rsangizlar bo'ladi. 9 bosh yuzdu to'qollaridan bor, onunday avlikol chalishlardan bor, bunday shvestlardan bor. Mana qarangizlar, jonbosh, jelka jonbosh bir deyiladi. Mana qarangizlar. Aqchalari 180 ming so'mdan hozirgi kunda sotuvga chiqdi. Optimuga kuruk aylantam deganlarga. Mana. Nima buqalarimiz. Inshaalloh yaxshi. Qarmayim deganlarga dag'i predlagat etamiz. Yaxshi uzun buqalar sotuvga chiqdi bunda. Mana shvisteri bor, mana kuchli-kuchlilardan. Qarangizlarchi, 180 ming so'mdan azmazdan yo'li bor deb, bemalol kelib, suylashib olib ketsangizlar bo'ladi. Adresda dag'i bir yo'l aytamiz. Taxta bo'lib turasizlar. Qizilqiya shahrida, Sopxoz aylida. Qizilqiya Kurgovoga kelib ele aytsangizlar, zvonik tashib kelingizlar. Lokatsiya tashlab berishadi, zvonik tashib kelib bemalol ko'rib olsangizlar bo'ladi. Ammo boqa turgan kuchli buqalardan bor. 180 ming so'mdan aylan polniy kuruka kami bor variantda. Barakasini bersin.